kuniga 100 dollardan foyda qilsa, bir oy ichida 3000 dollar daromad qilsa bo'ladigan tayyor biznes topib qo'yganmiz. Bu biznesimiz hot dog fast food biznesi va qo'shimchasiga tashqarida morojniy apparatlari bilan tayyor qilib qo'yilgan. Bugunning o'zida sirasi daromadga chiqsanglar bo'ladi. Bu joyimiz umumiy hisobda 38 kvadrat, 24 ta mijozga xizmat ko'rsatish uchun tashqarida, ichkarida stol stullari qilib qo'yilgan. Remontlarini ko'rib turibsizlar, ideal holatda. Kamera naблюдения, konditsionerlari, tashqarida reklamalari tayyor qilib qo'yilgan. Kuxnyasiga keladigan bo'lsak, kuxnyasida toster, izgara, xolodilnik, morozinlik, вытяжной sistemalari, samovarlari, mebellari, suv kanalizatsiyalari, xullas ishlash uchun hamma narsalari tayyor qilib yetarli qilib qo'yilgan. Tashqaridagi pul topadigan uskunalarga keladigan bo'lsak, morojniy apparat, o'yinchoq apparat qo'yilgan ekan. O'rtacha hisobda kuniga 2,5 milliongacha savdo bo'lar ekan va buni yana sizlar ko'tarsanglar bo'ladi. Fast foodga lavash, burgerlar qo'shib. Akalar, joy arendasiga keladigan bo'lsak, oyma-oy 550 dollardan to'lab yurgizasizlar va tashqaridan xuddi shunaqa foydalansanglar bo'ladi. Biznes narxiga keladigan bo'lsak, 6000 dollar qo'yildi va yana kelib ozgina o'tib beriladigan joyni gaplashib xarid qilsanglar bo'ladi. Joy lokatsiyasiga kelsak, TTZda joylashgan, shundoq Korzinka va Safiyani yonida. To'liq lokatsiya Telegram kanalida pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, baraka qilib olsanglar bo'ladi.